Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Insof Invest. Notcoin bizga va'da qilgan o'sha eski mashhur skinlarini kim o'ynagan bo'lsa eslasa kerak. Shunaqa Nuka Cola degan skin bo'lardi va shunga o'xshash ko'p skinlarni bizga taqdim etdi. Va ushbu skinlar bilan biz hozircha savdo qilishimiz mumkin. Hali trade bot ochilgani yo'q, market to'liq ishga tushgani yo'q. Market to'liq ishga tushgandan so'ng to'liq savdo qilishimiz mumkin, lekin hozir transfer orqali ushbu skinlarni sotishimiz mumkin bo'ladi. Bu o'zi qanaqa platforma deydigan bo'lsak, xuddi Steamga o'xshagan platforma. Steamda ham akkauntlar bilan va o'yindagi skinlar bilan savdo qilish mumkin. Notcoin ham aynan Telegramning ichida xuddiki kichkina Steamni yaratdi desak ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda avval Notcoin qatnashchilari va boshqa o'yinlarda qatnashganlar uchun droplar mavjud, itemlar, bu skilllar desak ham bo'ladi va ushbu skillarni sotishimiz mumkin. Kim sotmoqchi bo'lsa, ushbu Telegram userga murojaat qilishingiz mumkin. Sotib olamiz. Narxi hozircha arzon, chunki barcha Notcoin'da qatnashganlar ushbu skillarni ochmoqda va ushbu skillarni umumiy soni borgan sari ko'payib boraveradi. Shu sababdan narxi tez tushib ketishi mumkin. Vaqtida sotib qo'yganinglar ma'qul deb o'ylayman. Balki bularning narxi ham oshishi mumkindir, lekin ancha vaqt talab etiladi. Narxi oshishiga sabab qilib keltiradigan bo'lsak, ushbu Notcoin skinlarini va qolgan skinlarni ham, Notpixel skinlarini ham craft qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir-biriga chatishtirgan holda shunaqa chiroyli fonlarni yaratish mumkin. Xuddi Steamda ham shunaqa chiroyli fonlar mavjud. Notgames botida esa aynan o'sha skilllarni bir-biriga chatishtirgan holda, craft qilgan holda shunaqa fonlarni qo'lga kiritish mumkin bo'ladi va bular ham sotiladi keyinchalik. Lekin to'g'risi Notcoin hype o'tib ketganiga ancha bo'ldi. Shu sababdan comeback qilish juda ham qiyin bo'ladi. Balki Steamga ozgina raqobat beradigan platforma bo'lishi mumkin, lekin Steam juda ham katta platforma hisoblanadi. Shu sababdan Steamni sindirish uncha-munchasiga emas. Ayniqsa Telegramning ichidagi mini ilova bo'lgan holda. Ushbu videoda ko'rishingiz mumkin, aynan Notcoin bergan skinlar bilan nima qilish mumkinligini. Shunchaki ularni bir-biriga craft qilgan holda shunaqa fon yaratib, Notgames botidagi akkauntimizni foniga shunaqa chiroyli qo'yib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi kimgadir qiziq bu narsa. Shu sababdan hozir ozgina hype boshlandi. Odamlar ushbu skinlarni sotib olishni boshlashgan, lekin bu skilllar borgan sari ko'payib boraveradi. Chunki barcha Notcoin'da qatnashgan odamlar o'z akkauntlarini ochadigan bo'lsa, bu skilllarning soni faqat ko'payadi. Shu sababdan ushbu skilllarning narxi tushish ehtimoli bor. Keyinchalik aynan ushbu craftdan hosil bo'lgan fonlar balki qanaqadir qadrga ega bo'lishi mumkin agar Notcoin hype yaxshi qila olsa. Lekin bunga ham afsuski kafolat yo'q. Umid qilamanki bugungi videomiz sizlarga ma'qul keldi va foydali bo'ldi. Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Agar videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, like va repost orqali qo'llab-quvvatlanglar. Va kim ushbu skilllarni sotmoqchi bo'lsa, bemalol ushbu akkauntga murojaat qilishingiz mumkin. Tez va yaxshi narxlarda olib qolamiz. Hozir men o'zim narxlarni to'liq o'rganib chiqaman va Telegramdagi eng baland narxlarda sotib olaman har doimgidek. Sog' bo'lasiz.